O mana terak purishni topib oldim. Terakning narxini so'rayotgandinglarmi akalar mana. Qaramayapti kunduz kuni videoga olib narxlarni aytib beringlar desa, Andijonda terak purishlarini sezoni keldi shekilli. Hech vaqt olmayapti bu bizga. Hozir mana boraman mana. Uka vaqtingiz bormi? Vaqtingiz bormi terakning narxini aytgani? Biroz toshga qaramang. Teraklar mana yangi kelmayapti deb 3-4 kun uzr, hurmatli obunachilar. Tavallar ko'pgina bo'lsa kelgan, aytsa qiziq bo'ladi deb mana keldi. Uka mana shu yerdan ayting, necha metr mana shu? Birinchi pastgami 4 metrlik. 4 metrlik. Bunday qilsa ko'rinadi. Hali telefonda har xil ko'rinaveradi-da, yaqin uzoq bu. Kichkina ko'rinadi, to'g'ri mana qo'lim yetdi. Bu qo'lim o'zi mana mehnatkashdi qo'li, qadoqlardan ko'raverasizlar. Polvon narsa. 4 metrlik. Narxi 80 ming. Narxi 80 ming so'm. Bunisi necha metr? 5 metr. 5 metrligi mana. 5 metrligi ham polvon mana. Katta bu ham. Mana qo'lim katta. Qanday qilsa ekanini ham qanday bo'lsa shu. Xullas 5 metrligi, necha pul 5 metrligi? 125 ming. 125 ming. Monopachka ham o'rtacha ekan, Bu 70 ming. 70 ming so'm ekan. Bu necha metrli? Bu ham 4 metrlik to'sin. 4 metrlik to'sin. Nima materiali buni? Aka aralash. Aralash? Nima bilan nima aralash? Bizatera, Bistrafot, Kaliforniya. Kaliforniya. Uchtasi birda. Ha, lekin mashina ichidan o'zlari saralab olaveradi. O'zi tanlab olaveradi. Bizaterani terib oladi. Xohlasa. Xonasi qolaveradi, ha. Kelishilgan holatda. Bu ham uttana. Bu 130 ming. 130 mingdan bu uzunroq ekan. Sarayroq. Necha metrli bu? Bu ham 5 metrlik. Ma'mulonimiz 6 metrlik. 6 metr ha. Necha pul bu? 170 ming so'm. Mirzatera bu. Hammasi Mirzatera. Ha, o'zi. Tanlamaydi. Ko'pchilik tushunmaydi ekanda bu narsani. Xo'p, mana 5 metrli strapl. 5 metrli strapilamiz ha. Nechiga nechi bu? Razmeri 4 ga 12. 4 ga 12. Mirzatera ya bu ha? Ha, Mirzatera. Narxi 70 ming so'm. 70 ming so'm. O shilipkaliklarni ham aytaveraylik, bir yo'li uka. Ataka popus. Bu Rossiyadan kuzatadigan muxlislarimiz bor chet elda. Ishlarni tutkizib beryapti iloji boricha. 2 metrlik kvadrat. 2 metrli. Lodi tagiga zo'r aytadigan narsa, kvadrati 20 ming so'm. Unonisi 18 ming so'm. Ha, birga bir. Kattasi xullas 20 ming so'm. Mana buni ham ko'rib qo'yinglar kattaligi. Shu telefondachi kichkina ko'rinadi to'g'risi. U yog'ini ham aytib qo'yavering. Bu 20 ming. Bu 20 ming. Bu 18 ming. Bu 18 ming so'm ekan. Bir qarich atrofi, kichikroq. Bu ham shunaqa 20 minglik, bu 16 mingdan qilib bu 16 mingni. Bir qarichdan kichikroq bo'lar mana do'stlar, 2 metr atrofidan. Shiperni ham aytib qo'yaylik, yog'och olgan odam shiper ham oladi. Narxi 52 ming so'm. Qayerdiki bu aka? Namangan bonus bilan Quvaso Eko. Quvaso Eko Namangan bonus. 52 mingni. Aha. Yana nima yangiliklar bu yoqlarda? Xullas uka telefon qilsa, Terakdan nima xizmat? Nima kerak bo'lsa bor. Uzuni ham, kaltasi ham, arzoni ham, qimmati ham. Telefon orqali bo'laveradi. Mahalla turib ishini bitkizib beraverasiz, to'g'rimi? Mana akalar, bozor kichkina emas, katta bozor. Bu qator ham terak bozor. Endi Sasnaga vaqti bo'lmayapti, Sasna purishlardi. Obzor qilaylik desak. Kunduzi shovqin bo'lyapti, uncha chiqmayapti ovozlar. Nimalar kerak bo'lsa kommentariyaga yozinglar, o'zini nomerini ham chiqarib qo'yaman. O'zi bilan batafsil WhatsApp, Telegram orqali gaplashsanglar, rasmini tashab uyga ham jo'natib yuboraveradi. Shopper ham o'zi gaplashgani arzonda, sizlar gaplashgandan ko'ra, masalan 50 ta shopper bo'lsa, mana shu bozorda 50 taning ichidan nechtasi arzonroqqa tashlaydi, nechtasini qayerga yo'l-yo'lakay tashab ketadi, uni savdogar odam biladi. Demoqchi bo'lganim, pulini tashab berasizlar yo uydan berib yuboraverasizlar, jo'natib yuboraveradi. Jo'natayotgan narsasini iloji bo'lsa Telegramdan tashatib olsanglar ham bo'laveradi. Do'stlar, meni qo'shnim, mana men ma'da savdo qilsam, ukam ma'da savdo qiladi, ishonganim uchun. Bu yerda savdogar rosa ko'p. Ukamni yaxshi taniyman, shuning uchun ukamni ko'proq qo'yaman. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar, salmda kommentariyani ham
yoritib turinglar, bang'illatib. Keyin biz ham qiziqamiz. Aytganinglarni sekin kech paytda video obzor qilib, Ves bozorda aylanaveramiz. Temir bozor, eski bozor, Teray bozor, Sasnaga ham o'tamiz xudo xolasa. Bu yoqqa ketdi, yana xo'stovarlar bor bu yoqda. U binoning ichida. Bozorimiz eng katta bozorlardan. Andijon shahrida hududi ham katta, assortimenti ham katta bozor.